Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 28-iyul 2026-yil navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunkani o'rab oldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kenagas mahallasidan ketdi. Mana bu laboni ko'rishingiz mumkin. Yangi holatdagi labo. Akkumulyatorga qutilar qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Shundan boshlaymiz. Bu yo'llargacha yopiladi. Suv toshbosh tegmasligi uchun akkumulyatorda himoya qiladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda mana bu holatda ichida aptechka, arqon, kuloch, shunga o'xshagan narsalardan kiratlar solib ishlatib yopsa bo'laveradi. Mana qalinliklari 1.8 listlardan bo'ladi. Yo'llardan ko'rsa bo'ladi. Yondan mana akkumulyatorda yopib turadi. Qulflanadi ham albatta. Alohida sotiladi. Sandiqda o'zi kerak degan akalarga ham behijolat telefon qilaverasizlar. Poliga esa mana bu holatdagi rezinka tashlangan. Rezinkani bir yoni shunaqa gulli tanganli bo'lsa, bir yoni silliq bo'ladi. Xohlagan tomonini solib ishlatsa bo'laveradi. Mana bu joydan konteyner pollar qo'yilgan mana. Bu narsa tomimizda kelib teksa hech qanaqa bukilmaydi bu narsa. Ichkariga zarba o'tkazmaydi. Tunukaning o'zi ham bukilmaydi. Bu joylari ham mana xuddi shunaqa Uniplex shumkali izolyatsiya qilganmiz. Hashay-pashay tushmaydi. Issiqda orqadan to'sadi ham shu narsa. Taylarigacha mana ko'rishingiz mumkin. 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'lda kesib ilmaydi. Bizda yana alohida orqaga dugalar bor. Gaz balon qo'yilsa, u bu narsa bo'lsa, ana shu holatda zashta qilib turadi orqani. Tepasiga bagajlari, oynasiga reshotkalari bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlar ishlaydi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Ikkinchi raqamimiz bunisi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soatda shu holatda o'rnatib xotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa, albatta kommentariy yozib qo'yasizlar. Do'stlar, yaqinlarga labo olgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar, fikrlaringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.